Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bog'dorchilik va uzumchilik sohasida havaskorlarga, ayniqsa yoshlarga o'zlarining bilim va tajribalarini bevosita onlayn jonli efirda berish uchun mana shu loyihamizdan birini boshladik. Bog'bonlarni taklif qilganmiz. Efir davomida ular qo'shilib borishadi. Bugungi efirni men bilan birga Umarxon aka, Nodirbek aka, Baxtiyor akalar olib boramiz. Albatta ustoz bog'bonlarimizdan ekspertlar qatnashyapti. Ularning orasida Rustam aka qatnashyaptilar. Efir so'ngida ozgina qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa vaqt ajratamiz va sizlarni qiziqtirgan savollarga bevosita javob beradilar. Xush kelibsizlar hammalar. Endi bugungi video efirimizning mavzusi o'sha olmalarga kuzgi shakl berish hamda bu tokzorlarga kuzgi o'g'itlash, o'sha kuzgi tadbirlar o'tkazish to'g'risida. Olmalar 3 xil payvandda bo'ladi. Kuchli o'suvchi, ya'ni urug'dan chiqqan, bu endi kuchli o'sadi, o'sha hammamiz eskidan, yoshlikdan ko'rib, bilib kelgan olmalarimiz. Hamda yarim pakana, bu M106 kabi payvandda turadi. Keyin pakana, o'sha M9 kabi payvandda turadi. Bularni uchalasini ga kesish, ya'ni shakl berish ishlari bir-biridan tubdan farq qiladi. Ya'ni o'sha pakana navda o'sha bitta markaziy lider shakllantirib, shuni atrofida mayda mevali shoxlar qoldirilib, shuni atrofiga quriladi. Endi buni ko'rsatmaguncha bir tushunish iloji yo'q. Endi biz atrofida bunaqa bo'lmagani uchun, bunaqa intensiv payvandda birov ekmagani uchun biz imkoniyatimiz bo'lmadi. Ikkinchisi o'sha yarim pakana, ya'ni M106 da turgan olmalar, endi bularni kesishga murakkab emas, bir marta yaxshilab o'rgan bo'lsa, mana hamma ko'ryapti gruppalarda. Masalan, aytaylik, Pink Lady Rose Glow deb reklama qilishyapti M106 payvandda. Bu endi yarim pakana bo'lgani uchun 4 metrdan oshib ko'p ham oshmaydi buni bo'yi. Aytmoqchim, intensivda pakanada ozgina chalasi qolib ketdi, u faqat simda bo'ladi. Sim bag'azga tortilib, simga baylanadi uzum. M106 ni imkoniyat bo'lsa simga bo'ylasa yaxshi bo'ladi. Simga bo'ylamasa ham o'zini shunda xolasa markaziy litr, xolasa ko'p litrlik, xolasa 2 litrlik qilib simga baylasa ham bo'ladi. Eng asosiysi bu yerda xo'p, buni o'rtasini ochib, o'rtasida shoxlarni ochib, o'rtasiga quyoshni olib kirish va shu boringki kosasimon, vazasimon qilib shakl beriladi. Endi buni jarayon nimada ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa bir 2-3 kun burun shu mavzuda ozgina gruppamizda bahs ham ketgandi. O'shanda bir ko'rsatdik qo'ldan kelganicha. Mana shunaqa qilib bo'ladi deb. Shakl bergandan keyin, o'rtasini ochib olgandan keyin albatta o'sha meva kurtak bilan o'suvchi kurtakni farqiga borish kerak bog'bon. Bo'lmasa u ancha ziyon qilib qoladi. O'sha meva kurtaklarni uchida o'suv nuqtasi uchi tumaloq bo'ladi. O'ruschasiga aytganda to'poy bo'ladi. O'suvchi novdalarda uchi qalamga o'xshab o'tkir bo'ladi, o'stri bo'ladi. Shu o'suvchi, so'ruvchi novdalar bo'ladi. Shuni farqini bilib turib, o'sha kesishda shularga e'tibor qilib kesiladi. Yana bitta muhim narsa bu payvandda turadigan olmalarni asosan 3-yildan nishona ko'rsatib, 4-yildan hosilga o'tiradi. Bu endi sxemasi har xil, joyiga qarab 5 ga 3, 4 ga 2,5, 3 ga 4 ga 2 qilib ekish mumkin. Bu sxemalarda har xil bo'ladi, joyiga qarab, yerni sharoitiga qarab shunday
ekish mutaxassislar tomonidan tavsiya qilinadi. Yana bitta muhim jihati o'sha bularda o'sha yonidan chiqqan, mana o'rtalarini ochib obrazga qilganimizdan keyin yonidan chiqqan, masalan 4 ta nodani qo'ydik, 4 tomonga iloji boricha o'sha 45 gradus burchak ostida buni egib qo'ysak, moslamalar ko'p, sim yordamida bir xaltachaga bir 2 kilo turpoqni solib aylantirib osib qo'yish mumkin, yoki tosh osish mumkin, yoki yerga qoziq qoqib ip bilan o'sha 45 darajani mo'ljallab bog'lab qo'yish mumkin. Xo'p, keyingi 3-chi nimamiz kuchli o'suvchi payvandayda turadigan olmalarimiz 6-7 yilda meva kiradi, gohida 8 yilga meva kiradi. Shuning uchun buni mevaga kirguncha juda ham kuchli kesilib borilaveradi. Yarus, ya'ni qavatma-qavat qilib buni shakllantirib, kronani yoki o'sha katta daraxt bo'lguncha bu olmani kengaytirib, shakllantirib boriladi. Buning uchun juda ham kuchli kesilib boriladi. O'sha 7-yildan keyin o'sha uni kesishni deyarli to'xtatiladi. Bitta qalin joydan olinadi. Endi buni hozir ko'z oldilaringizga keltirsangiz, o'sha yosh ulug'larimizdan biladi, yoshroqlarimizdan biladi. Bizda o'sha mana Semirinka 5 yulduz degan olmalar bor. Bularni juda 8 ga 8, 8 ga 10 sxemalarda ekiladi, chunki bu katta maydonni egallaydi. Endi bu taxminan shu endi. Xo'p, gilosni gapirmaymiz. Gilosda endi ko'proq o'sha mevasi bo'shagandan keyin yoz oylarida yengil ana qilinadi, mevalilarda. Mevasi yo'qlarda erta bahorda shakl beriladi. O'rik, shoptollar ham shu erta bahorda shakl berilsa maqsadga muvofiq. Albatta bu yerda sizlarni ishtirokinglar juda ham muhim. Ko'pchilik yoshlarga, havaskor bog'bonlarga tavsiyalarni berasizlar. Hammalarga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yanagi yakshanba kuni soat 8 da hammalarni kutib qolamiz. Rahmat sizlarga.